Ajrimdan keyin uy kimga qoladi? Hammasi o'sha uy qachon olinganiga va qanday olinganiga bog'liq. Agar nikohdan keyin olingan bo'lsa, bu uy umumiy hisoblanadi va er-xotin o'rtasida teng hissada taqsimot qilinadi. Ya'ni 50% erga va 50% ayolga qoladi. Agar nikohdan oldingi olingan uy bu shaxsiy mulk bo'ladi. Unga er va xotin bir-biriga bu uyga da'vo qila olmaydi, chunki uni o'zini shaxsiy mulki bo'ladi. Endi agar o'rtada er-xotin o'rtasida kelishuv bo'lmaydigan bo'lsa, unda umumiy mulkni bo'lishga sudga murojaat qilish kerak bo'ladi ariza bilan. Sud bu agar mulk haqiqatda er-xotinda umumiy mulk hisoblanadigan bo'lsa, ya'ni nikohdan keyin olingan mulklar bo'ladigan bo'lsa, unda teng hissada bo'ladi. Va kimdirgadir mulk qoladi, kimdir shu 50% baholangan summani yarmini pul kompensatsiya shaklida berish kerak bo'ladi. Misol aytadigan bo'lsa, avtomashina bo'linadigan bo'lsa, avtomashina baholanadi, baholangan summani agar mashina erida qoladigan bo'lsa, yarim pulini ayolga berish kerak bo'ladi. Kvartira bo'linayotganda ham xuddi shunday bo'ladi. Agar kvartirada ayol va farzandlar qoladigan bo'lsa, baholangan summani teng yarmini eriga pulli kompensatsiya shaklida berish kerak bo'ladi.